Всем привет do'stlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugungi oladigan vlogim sizlar bilan juda ham qiziqarli vlog bo'ladi va vlogimni oxirigacha ko'rishinglarni tavsiya beraman. Va juda ham qiziqarli vlog bo'ladi. Qani unda videoni cho'zmasdan tezroq boshlaylik. Ketdik. To'xtanglar. Videoni boshlashdan oldin sizlar menga tezda like bosib, agarda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, menga obuna bo'lib, kommentariy yozishni unutmanglar. Qani unda tezroq boshladik. Sizlar hozir do'kondan qaytyapman. Уже birpasda 65 ming pulim Amino Alloh akbar bo'ldi. Qo'ymizlar. Mana o'zimni judagidan ketib ma'lum qiladi. Uydagilar puli bo'lsa mazza qilib ishlataman. O'zimni pulim ketsa, shunaqangi achishadi. Ma'lum qiladi o'zimni pulim ketsa. O'tiraman ishlatib bo'lgandan keyin. Nimaga qildim? Nima qilardim shuni olib, nimaga derdim. Avot uydagilarni pulini ishlatsam. Вообще suvdek ketadi. Dahshatda, mazza qilib ishlatasizlar uydagilarnikini. Avot o'zingizlar pulinglar ketsa alam qiladi. Mayli. Bitta magazinga chiqib keldim, 65 ming pulim olming. Nimasi bu? Sizlar men o'sha uydan chiqib ketaman. To'laman yo'ldaman. Men har doim tort qilardim-ku. O'tgan yil ham Jastinga tort qilib olib borgandim-ku. Bu gal ishoninglar, umuman velosiped qilganim yo'q. Xayolimda ham yo'q edi даже tort. Hozir bunga endi bulочка oldim. Mayli. Bitta gul. Boyaga podarka. Ishoninglar, podarkani ham bugun qildim. Umuman xayolimda yo'q edi. To'la ishoninglar, umuman bor-ku Jasmin tug'ilgan kuni esimdan chiqib qoldi. Bugun esladim ertalab. Undan oldin ham aytib yurdim. Ha, bor ekan-ku, hali ertaga qilaman. Indinga qilaman. Ha, bugun qilaman deb uxlab qoldim. Xullas shunaqa qilib vaqt o'tib ketib qoldi. Lekin 3-da esa esimdan chiqib qolgan уже. Shunaqa. 3-da esimda yo'q edi. Bugun ertalab keyin Jasmin tug'ilgan kun ikkala esimga tushdi. Shunaqa. O'rtoqlar, keyin Jasminga surpriz bo'lishi uchun Jasmin 100% meni kutmayapti. Chunki men u bilan boya obedda rosa urishganman. Ya'ni telefonda baqirib bir-birimizga tudasida qilib, jahlimni chiqarib, asabiga tegib, oxiri pashol deganman. Shu bilan bir-birimizdan bloklaverganmiz. Hozir uyga ketaman, lekin u meni 100% garantiya beraman, kutmayapti уже. Deb o'ylayman. Yana bilmadim. Ses qolmagan bo'lsa. O'zimdan o'zim urush chiqarib, urishib, u bilan shunaqa. Lekin bor-ku, tort qilish niyat bor edi o'zi boshida rejamda. Keyin bugun esimga tushdi deyapman-ku 4-da. Buni umuman iloji yo'q, ishoninglar. Bir kun oldin biskvitini qilib qo'ysanglar, вообще zo'r turadi. Xullas shunaqa. Shuning uchun ham isbet qilmadim. Xafa bo'lma, Jasmin. Bulочка bilan tabriklayman seni. Xafa bo'lma. Birada bor-ku, taxminan 1 oy oldin o'ylayotgandim o'zi. Jasmin tug'ilgan kunni nima qilsam ekan deb 1 oy oldin o'yladim-da. Ha tak. Lekin hech nima qilmadim. Qo'ymizlar? Do'stlar, soat 11:50 minut o'tdi. Men bulочкani hidi bor-ku, shunaqangi zo'r kelyapti. Ishtahani ochiryapti. Do'stlar, qaranglar. Hech kim yo'q. Jasmin? Jasmina? Jasmin? To'la, уже hozir Jasmin chiqishiga shab o'chib qoldi. Уже o'chib qolyapti mana. O'chib bo'ldi. Da. Uni qo'shgan. Hozir men bunga yoqib beraman. Bunga ikkinchi sovg'am. Rahmat, to'xta. Buni keyin ochamiz endi. Menga gullar bilan. Voy, qo'limga. Voy, chiroyli bu. Yaltirashni qara. Kechqurun. Qara shunaqa. Hozir buni uyga olib kirib nimaligini ko'ramiz. Bu qayerdan ochiladi? O'sha esdalik uchun. Voy bu.
Oho, nima? Nomi nima? Salom do'stlar. Bugun men tug'ilgan kunim. Bilasizlarmi? Bilasizlarmi? O'z vlog ayni maqsadda shu olingan. Aynan maqsadda shu shu maqsadda olingan emas. Maqsad shu, короче. Tilimiz tepimizdan chiqib yotibdi. Tushunibotdi. Men ham tushunibman. Tavba. Soatni qaranglar. Ko'rmayapti, to'xtayapti hozir. Ana qani pasaytirib ko'rsataman mana. Rasmi ko'rinib qoldi-ku. Xullas shunaqa. Короче, 1,5 bo'ldi mana ko'rayotganlar. 1:20. Shunaqa. Atak men 12 dan beri shu yerdaman. Birinchi bo'lib men keldim. И вот o'zing aytgan meni kutmaganing ko'tarim. Ha. Kutmagandim. Даже oyisi ham so'raganda, "Yo'q, menimcha kelmaydi" deb aytgan ekan. Biz kelmaganga o'xshab, Kelmaganga o'xshab. kelmaydiganga o'xshab o'zi urishgan deydi. Ataylab. Men bu yuboshlangan hammasini. Nima qilay? Birinchi anaqa umidini uzish kerak-ku menda. Surpriz bo'lishi uchun. Meni video o'tiribdi hozir. Shunaqa. Ishton ochdi do'stlar. Yeb ichib o'tirmiz-da. Вот mana bu bulchkan ichi вообще zo'r ekan. Mana bu chetlarigacha to'llaydi. Mana buni qaranglar. Cheti bo'lmasam. Kechiksan. Yo'q. Voy. Yo'qol bo'ldi. Oy! Yo'qol. Flos. Do'stlar, soat o'sha 6:10. Men uyga qaytyapman. Ertalab saharlikka turganda Jasmin turmadi. Shunaqangi turg'izish itdan battar qiyin u qizi. Shuni o'zida turmadi. Qancha turtkiladi buni. Voy, qo'lidan siltab yotibman. Deb turmaydi deb bila. Men uni deb o'zi qornim ochmas edi. Voy, shappam tushib ketadi. Xullas, qornim uncha ochmas edi, keyin oxiri turdim-da o'zim ham tayyorlab yeb ichib, keyin og'zimni yopsam bo'lardi, prosta hech nima yegim kelmayotgandi. Oldimda tursin desam yo'q. Xulovatda. Voy, Jasmin, voy qol bizanikida ketaman men uyga qaytib deganimda. Qol bizanikida qol. Men ertalab saharlikka turishim kerak desam, voy, men turaman sen bilan birga. Sen tutmaysan-ku baribir. Tutmayapsan-ku sen boshidan beri desam, "Yo'q, baribir turaveraman" dedi. Xo'p dedim. Mana ahvol. Ertalab bo'lganda turg'izolmay o'ldim men u qizni. Azoblanib. Dedimki, og'zimni yopdim-da. Ozgina yarim soatcha yotib, keyin uyga ketaman, tur desam, turmaydi-da yana. Hozir oxir amallab turdi. Keyin uyga ketdim. Ketdim, ketyapman. Hozir biz voleyboldagi qizlar hammamiz tayyorgarlik ko'rgan ekan. O'tmasdan qilib hozir Jasminni tabriklaymiz. Bu yerda tort. Shunaqa. Da. Torta, hamma narsa tayyor. Sharlar bor.
Ani sochlarini to'g'rilayotgan nur chiroyli bo'lib tushaydi videoga. Chaqir. Bolaqa. Yaxshi bo'lmadi. Men Soat necha o'tdi? 2:43. Voy, uzr. 1:43. Ben sen olmayanma qochgan. Ben uydan hozir chiqdim. Üstümga kurtka kiyib oldim. Oy. Undan oldin video olmoqchi edim, ololmadim. Chunki har doim shoshib yuraman. Hozir video davomida gapirib ketaveraman. Uyga kelganimda ham shoshib, pishib, bartalay ish qildim. Keyin tez tayyorlanib, hozir ketyapman. To'g'risi video olishga umuman vaqtim yo'q. Bo'pti. Tez yurib, hozir o'shani o'zi gapirib ketyapman. Shunaqa. Naryoda turishibdi. Salom. To'xtang. Marshrutka kelyapti. Berunidamiz. Hozir birinchi ovqatlanamiz lekin. Mashtan unda ovqatlangandik. Futboldan qaytganmidik. Nima bo'lganda shu yerda ovqatlangandik? Bunyodkordan qaytib Ha, Bunyodkordan qaytayotgandik.
bilan Nasiba. Izlash bilan band biza va joy topdik. Zakazimizni kutamiz. Bular biza kelsa yeyishayotgan ekan, shu yerdan. Biz esa endik olib keldik. Kartada pul yechishim kerak edi va yechmayman. Nasib bilan biza qo'yganlar kirib ketishdi. Mana biza albomimiz Mustarak ketamiz. Ham taqmaral. YouTube'ga short. Hozir nima o'tiramiz. Oyog'imiz og'rib ketdi. Oshirdiga o'rtada yiqildilar. Naryoda Jasmin bilan Nasiba.
maqsad uchyapman deb video orqamdan olganda вообще sekin uchyapman. Такой uchyapman lekin. Уже bitta aylanib kelib bo'ldi. Chiqdi уже. Biza borku, umrimizda borku, birinchi marta ko'rishyapmiz, lekin atak taniymiz yaxshi o'zimizni. Bir-birimizni taniydiganda, lekin birinchi marta ko'rishyapmiz. Shunaqa. Yo'q, işte ijozim qanaqa ijoz esimda. Mana bu yerda Biza borku, umrimizda borku, birinchi marta ko'rishyapmiz, lekin atak taniymiz yaxshi o'zimizni. Bir-birimizni ancha taniydiganda, lekin birinchi marta ko'rishyapmiz. Dedi Nasiba. Dedi Jasmine. Istoriyaga hozir atmet qilaman. Mana. Xolos. Hamma bir-birini o'g'itdi-yu. Ha. Istoriyada atmet qilib qo'yman-da. Qilasizlar o'zlaring. Hamma bir-birini o'g'itdi-yu. Sizdiki Bu yoqda otmaniga cho'tib. ana qizni kulini qaranglar. Ha, bor. Eshik bizga ochilmayapti. Biz keldik. Mahalladamiz. Dasmin uyiga ketaman hozir yana. Shu bilan vlogimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, tezda like bosing, va menga podpiska bo'lishni unutmanglar do'stlar. Men vloglarni juda ham ko'p olganman. Oldin futbolga borganimizda, musobaqalar bo'lganda ancha-muncha vlog olganman, ammo ularni montaj qilmadim. Endi kech deb o'ylayman, lekin hali ham videolar turibdi. Agarda o'sha videolarni montaj qilib qo'yavering deydigan bo'lsanglar, kommentariyada iltimos boshqa vloglarni ham qo'yib ketavering deb kommentariyada yozib ketinglar. Eski bo'ldi-da, уже ancha vaqt o'tib ketdi, oradan bir oycha vaqt o'tgandir уже. Futbol bo'lganda ham yana boshqa vloglar ishqilib juda ham ko'p edi menda vlog. Ularni montaj qilmadim. Keyin уже vaqt o'tib ketgandan keyin kech bo'ldi dedim. Agar bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozib, menga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga xayr.